Bugungi videoda mana shu jiyanimga dunyoda mashhur bo'lgan top 5 ta futbolchini penalti tepish usullarini ko'rsataman. Shu usullar kimga tegishli ekanligini, o'sha 5 ta futbolchida kamida 4 tasini ismini aniq topa olsa, menga qanchadir miqdorda pul summasini beraman. Qanchaligini esa videoning oxirida ko'rasizlar. Ketdi. Qara Shavkatjo, masalan tepakon paytimda qiynalasangiz topishga o'yinchilarni. Masalan ikkita paskaska beraman. Birinchisi hozirda qaysi jamoada o'ynayotgani, ikkinchisi uni pozitsiyasi, ampulasini aytib bilaman, qaysi pozitsiyaga o'ynashini. Tayyormisan? Ha. Unda biz boshladik. Sizlar ham ko'rib turinglar videoning oxirigacha. Ketdik biz birinchi o'yinchini tepishni boshlayman. Birinchisi mayli osondan boshlaymiz. Qara. Kimni tepishim? Papek. To'g'ri, birinchisini topdi. Unda biz ikkinchi o'yinchini tepishni boshlaymiz. Bu safar esa chap oyoqda bo'ladi. Ya'ni buni bilish mumkinki, chapaqa o'yinchini penalti tepishi. Erling Haaland. No, yo'q. Messi. Yes, Messi. Va do'stlar, mana biz 3-zarbaga ham yetib keldik. 3-zarbani tepishimdan oldin albatta videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men 21-martgacha 300 ta bo'lishim kerak. Ketdi. Yordam beraymi? Ha. PlayStation'ga o'ynaymi? PSG'ga hozirmi? Ha, hozirda. Vitinha. Yo'q. Dembele. To'g'ri. 3-sini ham topdi. Mana do'stlar, mana qo'yamiz 4-zarbaga ham yetib keldik va bunisi ham chap oyoqda bo'ladi. Demak, bu shuni anglatadiki, hozir tepayotgan o'yinchiman chapaqa o'yinchi. Senga ham chapaqa. Erling Haaland to'g'rimi? To'g'ri. Hozircha 4 tadan 4 ta topdi va men yuqorida videoni boshida aytganimda, agar 4 tadan 4 ta topganda menga pul summasini berardim. Pul summasini hozircha oldi. Lekin baribir 5-zarbani ham ko'rsatib qo'yishim kerak, chunki 5-si eng muhimi. Mana bolalar biz 5-o'targa ham yetib keldik, ko'ringlar. Qaysi o'yinchi? Cristiano Ronaldo. To'g'ri. Umumiy 5 tadan 5 ta topdi va men yuqorida aytganda pul summasini beraman dedim. Mana bu 20 ming so'm senga. Joning sog' bo'lsin. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, pastda plus belgisini qoldiring. Men shundan bilamanki, kim bizani videomizni oxirigacha ko'ryapti. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki yuqorida aytganimda, men 21-martgacha 300 ta bo'lishim kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.